Tasavvur qiling, siz tropik o'rmonlar bag'ridasiz. Atrofingizda qushlarning sayrashi, uzoqda esa osmonni teshib chiqayotgandek baland binolar ko'rinadi. Bir tomonda qadimiy madaniyat, boshqa tomonda esa zamonaviy texnologiyalar hukmron. Bu qarama-qarshiliklar uyg'unlashgan, tabiati va taraqqiyoti bilan dunyoni hayratga solgan mamlakat. Bu Malayziya. Assalomu alaykum. Qadrli Media Magnat kanali kuzatuvchilari, bormisiz? Omonmisiz? Bugun sizlar bilan birga ushbu ajoyib davlatning sirli va qiziqarli jihatlarini kashf etamiz. Videoni boshlashdan oldin doimgidek kamtarona ijodimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosib obuna bo'lishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Malayziya Janubiy Sharqiy Osiyoda joylashgan rivojlanayotgan davlatlardan biri. U ikki asosiy qismdan iborat: G'arbiy Malayziya va Sharqiy Malayziya. Poytaxti Kuala Lumpur. Ma'muriy markazi esa Putrajaya shahri hisoblanadi. Davlatning umumiy maydoni taxminan 330 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi. Rasmiy tili malay tili, pul birligi esa ringgit. 2026-yilga kelib Malayziya aholisi 36 milliondan oshdi. Bu yerda turli millatlar tinch totuv yashamoqda. Ular malay millati, xitoyliklar, hindlar hamda boshqa millat vakillari. Shu sababli mamlakat madaniy jihatdan juda rang-barang hisoblanadi. Malayziya konstitutsion monarxiya. Bu yerda eng qiziq jihati shundaki, qirol har 5 yilda sultonlar orasidan saylanadi. Bu tizim dunyoda juda kam uchraydi. Malayziya Osiyoning eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan biri hisoblanadi. Asosiy iqtisodiy sohalar esa elektronika va chip ishlab chiqarish, neft va gaz sanoati, palma yog'i eksporti. Turizm. Malayziya dunyodagi eng yirik yarim o'tkazgich eksportchilaridan biri hisoblanadi. Eng yirik shaharlari esa Kuala Lumpur, Johor Bahru, Ipoh. Kuala Lumpur shahri esa zamonaviy arxitekturasi va osmono'par binolari bilan mashhur. Shu sababdan ham ushbu shaharga sayyohlar oqimi yil sayin ortmoqda. Malayziya tropik iqlimga ega, harorati yil davomida 25-32 daraja. Tez-tez yomg'ir yog'adi. Juda o'rmonlarga boy davlat. Bu yerda dunyodagi eng qadimiy tropik o'rmonlar joylashgan. Aholining asosiy dini islom, biroq mamlakatda boshqa din vakillari ham erkin yashaydi. Malayziyada turli bayramlar ham keng nishonlanadi. Ular Hari Raya, Xitoy Yangi yili va Dipavali. Malayziya sayyohlar uchun juda mashhur davlat. Eng mashhur joylari esa Petronas minoralari, Langkawi oroli, Borneo o'rmonlari. Bu yerga esa har yili millionlab sayyohlar tashrif buyuradi. Qiziqarli faktlar haqida davom etamiz. Malayziya 13 ta shtatdan iborat. Bu yerda zilzilalar deyarli bo'lmaydi. Internet va texnologiya tez rivojlanmoqda. Yashash narxi ko'plab davlatlarga qaraganda arzonroq. Malayziya bu faqatgina go'zal tabiat emas, bu kuchli iqtisodiyot, boy madaniyat va zamonaviy texnologiyalar uyg'unlashgan mamlakat. Agar siz kelajakda sayohat qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, Malayziya albatta borish kerak bo'lgan davlatlardan biridir. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda yana qiziqarli davlatlar haqida gaplashamiz. Omon bo'ling.